وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. Dünyanın her kaysı caylarında bizni görüvatkan Şarkı Türkistanlık Müslüman kırındaşlar. Hayat rehberi Muhammed Aleyhisselam namlık programımızın 12. sanığa hoş geldinler. Bugün Uluğ Ramazan'ın 1. günü. Allah Teala bizni öz rahmeti bilen Uluğ Ramazan eğiga sağ-salamet yetkizdi. Bunun için Allah Teala'ga çeksiz hamdü sana eytimiz. Allah Teala'dan barlık Müslümanlarını, cümleden Şarkı Türkistanlık Müslümanlarını bu Uluğ Ramazan şerifini yaxşı taat ibadetler bilen ötküzüşke muvaffak kılışını tileymiz. Allah Teala hemimizin bu Ramazanda günahlarını mağfiret kılıp, cennet dozaktan azat kılıp, cennet ahlidin kılışını Allah Teala'dan tileymiz. Hürmetli görürmenler, bugünkü timimiz Peygamber Aleyhisselam'ın 35 yaşına kirgen vaxtıda elip verilgan Kabe'ni yeniden yasaş meselesi. Kabe, bütün Müslümanların kıblesi boğan uluğ cay. Biz burunki programımızda bayan kılgınımızdek Kabe Allah Teala'nın emri bilen İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam bilen birge bunu bina kılgan idi. İbrahim Aleyhisselam Kabe'ni bina kılışta taşını taşının üstüge koyup taşını birbirine kirgizüş arkalık bina kılgan. Taşının arası da lay, bugünkü biz bilgenge okşaş lay yok idi. Fakat taşını taşının üstüge koyup bina kılgan. Kabe'nin igizliki o Adem boyundan biraz igiz idi. Haremge bağalla körüdü. Kabe'nin yanında makamı İbrahim dep bir yer var. Bu makamı İbrahim aynakның içine ep koyulgan bir taş. O taşta İbrahim Aleyhisselam şu Kabe'ni bina kılıvatkan çağda boyu yetmeydiğen yetkende oğlu İsmail Aleyhisselam bir taşını elip putuğa koyup bergen. İbrahim Aleyhisselam şu taşın üstüne çıkıp desep durup Kabe'nin temini kopuruşunu devamlaştırgan. Şu vaxtıda İbrahim Aleyhisselam'ın putu o taşqa bir 5-6 santim petip ketken. İbrahim Aleyhisselam'ın iki putunun izi aşağıda qalgan. Bu taşını makamı İbrahim dep ataymiz. Hazır mı Allah Teala'nın bir möcüzesi şeklinde saklanıp kılıqlıq. Haremge, ömrige, hacge bağalla onu kördü. Bunundan ma'lum boludu ki İbrahim Aleyhisselam sağan Kabe'nin igizliki Adem boyundan biraz igiz idi. Şu taşın töpüske çıkıp kolu yetküdek yagiçe sağan. Bu uzun yıllarınki ötüşü bilen Kabe'de konurap ketken Mekke'de yüz bergen ot apti yüz bergen sel afetleri de bu Kabe'ninki bazı yerleri biraz yıkılıp ketken, taşları düşüp ketken. Şunun olan Peygamber Aleyhisselam peygamber buluştun 5 yıl ilgiri, yani 35 yaşına kirgen vaxtıda Mekke halkı bu Kabe'ni yeniden yasaş kararına geldi. Kabe'ni yıkıp tamlarını yeniden yasamakçı oldu. Lekin bununla Kabe'ni yıkıştın hemmesi korktu. Çünkü Mekkelikler pil jili dep atıldıgan bunun yuqorqi programlarımızda degan edik.
Yemen'den Kabe'ni öğretişki kelgen Abraha'nın koşullarını Allah Teala kuşlarını avatiş arkalık halak kıvatkan idi. Bu uluk Kabe'ni yıkış ondan asan iş emas idi. Ola Kabe'ni yıkıştan korktu. Ondan keyin bunu qanday qilsak bo'ladi deb turgan vaqtida Velid ibn Mughira biz yamanlık istemaymiz, biz Kabe'ni yıkmakçı emas, biz yaxshilik qilmoqchi, Kabe'ni yeniden yasamoqchi, onun için ben birinci bo'lib Kabe'ni tamni yıkıman deb Velid ibn Mughira birinci bo'lib tamni yıkışqa başlagan çağda Allahümme la nuridu illa hayran. Ey Allah'ım biz yaxşılıktan başka narsini xalamaymiz. Biz fakat seninki beytini yanılashni xalaymiz deb dua qilib Kabe'ni yıkışqa başladı. Biraz tamlardan yıkkandan keyin onu to'xtadi. Ondan keyin ertesigacha kutdi. Bütün Mekke halkı bu vakaga qarab turdi. Kabe'ni yıkışqa Velid ibn Mughiraga bir narsa bo'lamdi, bo'lmamdi deb. Velid ibn Mughiraga hech narsa bo'lmadi. Kabe'ni biraz yıkkandan keyin ertesigacha kutmoqchi bo'ldi. Ertesigacha kutgandan keyin ertesi yine Velid ibn Mughiraga hech narsa bo'lmaganligini ko'rib, Mekke halkı dediki, Allah Teala bizning bu qilgan ishimizdan rozi ekan. Kabe'ni yıkıp yeniden silishimizga rozi bo'libdi. Shuning uchun Velid ibn Mughiraga Kabe'ni yıkkanlik uchun hech qanday bir zarar yetmedi, hech qanday bir balo kelmedi deb, shuning bilan hammasi birlab kelib Kabe'ning tamlarini birdan bir tashlarini to'shib, yıkıp Kabe'ninki ulug'icha berib, ondan keyin bu Kabe'ni yeniden yasashga başladı. Kabe'ni yeniden yasashga başlaganda Mekke'deki en çok kabile Kureysh kabilesi başta barlık kabileler bununla iştirak kıldı. Her bir kabile Kabe'nin 4 temiden bir temine üstüge elip şunda Kabe'ni yeniden yasashga başladı. Lekin bu Mekke halkı Kabe'ni yasash üçün bu Allah'ınki ulug' beyti bo'lganligi uchun biz bununla haram para ishlatmaymiz. Biz faqatla halal pul ishlatishimiz kerak. Haram pul qo'shilib qolsa bo'lmaydi deb o'zlariga Kabe'ni halal pul bilan silishni nima qilgan edi? Shart qilgan edi. Haram pul deganimiz o chaqdagi insonlar jazoni bilan pul topatdi, kishilarni aldab pul topatdi, kul ayollarını fahishe qilg'ili silib ondan pul topatdi, shuning o'xshash haram yo'llar bilan pul topatdi. Biz bu pullarning bundaq haram yo'llardan topgan pulni Kabe'ga ishlatmaymiz, faqat halal tijorat bilan, to'g'ri yo'l bilan topgan pulni ishlatamiz degandan keyin bu to'g'ri Kabe'ni İbrahim alayhissalom yasagan shaklda yasashga yetmedi. Çünkü plan Kabe'ninki igizligini İbrahim Aleyhisselam yasagandan neçesi igiz qilish ve Kabe'ninki üstünü yepish, onunla aslında tügrüklerini qilib, töpsini o'zi qilib yepish edi. Bundaq ish uchun chiqim ketadi. Bu chiqim Mekke halkının halal puldan yıkkan pulusi bununla yetmedi. Yetmegandan keyin bular Kabe'ni kichikaytib, burun uzunchaq edi, to'tchasi qilib kichiklatdi. Bir tarafdan biraz qo'yib qo'ydi. Bu qo'yib qo'ygan tarafni Hijri İsmail deb atiladi. Bu yerga bir kaltitam silish orqali Kabe'ning asli o'rni Meshag'achi deb belgi qilib, o'zlari ma'lum bir yergacha Kabe'ni bino qildi. Kabe'nin igizligini şu vaqtdagi hisobida 18 gaz igiz qildi tamni. Bir gaz deganimiz insonningki qo'lning uchidan jaynikigacha kelgan orliqda deydi. Ya'ni 46 santim bugungi metr hisobida.
46 santimni 18 ga ko'paytsak 8 metr 23 santim bo'ladi. Ya'ni Kabe'nin temini egizligini 8 metr 23 santimlik qilib Kabe'ni yasadı. Endi bu Kabe'ni yasash jarayonida Payg'ambar alayhissalom tag'isi Abbas bilan billa tash to'shidi. Jiroqdan tashni to'shib akilib Kabe yasaydiganligiga ustuliga tashni to'shib beradi. Bu jarayonda Payg'ambar alayhissalom o'choqdagi insonlar hozir bizga o'xshash kiyim kiyishni bilmaydi. Kiyim ularniki kiyim degini bir xil raqni belning ostiga o'raydi, yana topa olsa belning ustiga bir raqni o'raydi. Shuni kiyim deydi. Asosliq xalq, umumiy xalq shu Makka bek issiq bo'lgandan keyin belning ostiga bir raqni o'rash bilan yashaydi. Payg'ambar alayhissalom shu chaqda tag'isi bilan billa tash to'shigan vaqtida bu do'lisi tashni to'shib qanab ketdi. Zidi bo'lib. Shuning bilan Abbas unga dediki, izaringni, ya'ni bugungi ma'noda ishdan hamda o'choqda shu nimaga yo'ygan, belning ostiga yo'ygan raq. Bu belning ostiga yo'ygan raqni izaringni elib do'langa qo'ysang, tashni uning ustiga qo'yib to'shsang, bu do'lang unda qanab ketmaydi degan vaqtida Payg'ambar alayhissalom shundaq izarini, ya'ni belning ostiga yo'ygan raqni elib nimasiga do'lisiga qo'ymoq uchun raqni shundaq etishiga aylanib ketdi. Chunki o raq faqat badaniga yo'galgan, uning ichida hech qanday narsa yo'qdi. O belning ostiga yo'ygan raqni elib do'liga qo'ygandan keyin avratlari ichilib qoldi. Shuning bilan Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomni hushsizlantiryapti. Shuning bilan behush bo'lib yiqildi. Keyin o'shiga kelgandan keyin darhol avratlarini yo'gab, ikkinchi undaq avratini adam bayada ochgan emas. Bu Alloh taoloning Payg'ambar alayhissalomni saqlaganligininki bir nimasi. Ondan keyin Kabe tam egizlab berib, hamda hajga borganlik ko'rdi. 1 metr 20 santim yerga borgan vaqtida Hajrul Asvad deb jannatdan chiqqan bir tash bor. O taşni İbrahim alayhissalomga Alloh taolo Jibril alayhissalom orqali chiqarib bergan, o taşni aşağıya qo'ygan. Endi bu Kabe'ni yangidan yasab Hajrul Aswadni qo'ygan yerga kelgan vaqtida bu qabilalar talishib qoldi. Chunki Kabe'ninki yasash uchun hamma qabila birlashib, hammasi o'rtaqlashib, bir tamni birisi yasagan bo'lsa-mu, o bir dona tash hamda o tashni joyiga elib qo'yishda hammasi men qo'yman deb u yerda talishib qoldi. Chunki bu Hajrul Asvad Kabe'ninki eng ulug' yeri, eng ulug' tash. Bu tashni o'rniga qo'yish, buni kim qo'ysa uning uchun cho'ng sharaf bo'ladi. Şuna bu şarapni talishib, hammasi men qo'yman deb talishib qoldi, ittifoqlashanmadi. Shunday qilib bular Kabe'ni yasab bo'lolmay turib, birisi bilan urushib qog'ili qopdi. Bu ahvol nima vaqtida urush chiqqili qopgan chaqda, u yerdagi mo'sbet kishilardan birisi dediki, sıra Allah üçün yaxşı iş qilman deb, hamda birisi bilan urushib, birisi bilan o'ltirsanglar qanday qoladi? Buni undaq qilmay hal qilish kerak degandan keyin qanday qilamiz deganda, biz mishari hozir kutib o'tiraylik hammamiz. Bu Safa darvozasidan kim kirsa, shu kishini o'tirimizda hokim qilaylik. Shu kishi o'tirimizda hukm qilsin, bu tashni kim joyiga qo'ydi deb. Shuningga biz rozi bo'laylik. Shunday qilsak, ondan keyin bu jidal majra tugaydi, bu ishni hal qila olamiz degandan keyin hammalar buningga qo'shildi. Shuning bilan hammasi kim kirdi deb kutib o'tirishdi. Qarab o'ltirsa, Payg'ambar alayhissalom yuqori taladan kirdi. Payg'ambar alayhissalomning kirganini ko'rib,
hammasi shunda qo'shilib ketdi. Haza Muhammad Sodiqul Amin, bu Muhammad, buningki bu ishonchlik, bu rost so'zlik mushundaq kishi. Radina hukmahu, biz buning hukmiga rozi bo'ldik dedi. Texi payg'ambar alayhisalom ularning qishqi kap bo'lgani yo'q, jiroqdan kelyapti-da. Qandaq hukm qilganligini bilmaydi. Shunda turug'liq biz uning hukmiga rozi bo'ldik deb payg'ambar alayhisalomning kelganiga hammasi xushilab ketdi. Shuni bilan payg'ambar alayhisalom ularning qishqi kelgan vaqtida ularga dedi, "Nim bo'ldi?" degandan keyin, "Mushundaq ahvol, bu Hajrul Aswadni hammamizning qo'yg'imiz var. Bu taş, bir tane taş olganlik uchun birisi qo'ysa birisiga yetmaydi. Shuning uchun bu taşni qo'yash sharafiga erishish uchun hammamiz bu sharafni xohlaymiz. Shuning bilan ittifoqlashamay shunday nolab qoldik. Urush chiqib qoldi degandan keyin payg'ambar alayhisalom ustidagi chapinni ridosini yerga soldi. Ondan keyin taşni elib chapanni o'tirg'i qo'ydi. Ondan keyin dediki, her bir kabilenin başlığı kelsin, chapanning bir tarafidan tutsun, hamma qabila chapanni tang ko'tarsin degandan keyin hammasi shunday qildi. Shuning bilan hamma bilan tashni nimani chapanning har tarafidan har bir qabila tutib tang ko'tardi. O taşni qo'ygan saviyaga ko'targandan keyin payg'ambar alayhisalom o'z qo'li bilan elib taşni joyiga yerlashtirdi. Shuning bilan bu jidal majra tugidi, hal oldu. Hamma qabila bu Hajrul Aswad taşni birlikte götürüp joyiga akaganlik sharafiga erishgan bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom bu qiyin ahvolni mana shunday oson bir shaklda hal qildi. Shuning bilan Kabe'ning silishini davomlashtirdi. Kabe yuqorida deganimizdek 8 metr 23 santim egizlikda silindi. Üstiga o'g'zi qilib yepildi. Ondan keyin egiz pashtaq bilan chiqadigan bir eshik yasadi Kabe'ga. Kabe'ning ichiga kirish uchun. Buningki ikki sababi bor. Birinchi, Makkaning kattalari Kabe'ga har qanday odamning kirishiga ruxsat qilmaslik, o'zi xohlagan kishini kirgizish. Ikkinchisi, Kabe'ning ichiga suv kirib ketmaslik. Hamda Kabe atrofi tog' Makkaninki, Kabe chuqur bir yerda, uning uchun tog'dan yomg'ir yoqqanda suv tushib, yoki suv to'shab qoladi. Shu chaqda Kabe'ning ichiga suv kirib, tomlini taxim bak ojizlashtirayotmasin deb Kabe'ni egiz ko'tarib pashtaq bilan chiqadigan bir eshik yasadi. Shunday qilib Kabe'ninki yasalishini tamomladi. Endi bu voqeadan bizniki chiqiladigan darsimiz. Qandaq ibrat olamiz, qandaq dars chiqaramiz bu yerdan tuvandikicha darslarni chiqaramiz. Birinchi, Qurayshlarningki ko'z qarashida, Qurayshlarning nazarida Kabe nihoyat ulug' edi. Buning ikki sababi bor. Birinchisi, Kabe İbrahim alayhisalom sog'andan tortib haj qilinib kelgan joy. Gerçi o Kabe'nin içine butlarını toşquzib, Kabe'nin atrafı hammasi but bilan toşqan, tavaf qilgan kişiliğini butlarını tavaf qilgan bo'lsa-mu, İbrahim alayhisalomning vaqtidan tortib haj ishi yo'lga qo'yilgan Allohning amri bilan va arablar atrofdan haj qilg'ili har yili keladi. Haj qilg'ili kelgandan keyin u yerda tijorat bo'ladi. Makka xalqi kelgan hojilar bilan tijorat qilish orqali turmushini qamdash uchun nihoyat yaxshi bir fursat edi. Uning uchun Kabe ularningki bir rizq manbasi edi. Shunga Kabeni nihoyat hurmatlaydi. Ikkinchi sabab, yuqorida deganimizdek pil voqeasi bo'lgan chaqda Abraha degan Yamanning podshosi nihoyat cho'ng qo'shinni elib Kabeni yiqib o'tish uchun kelgan chaqda Alloh taolo Kabeni qo'g'dab, u kelgan qo'shinni tal-tukis butunlay halok qilib o'tgan, qushlarni avatish orqali. Buni butun Makka xalqi ko'zi bilan ko'rib turgan. Shuning uchun bu Kabe'ninki Alloh taoloninki dargohidan ulug'ligini biladi. Uning uchun Kabe'ni ulug'latdi. Makka xalqi Kabe'ni shunday ulug'latdiki, Kabe'dan egiz uy sanmaydi.
Kabe hammadan egiz tursin, nereden qarasa ko'rinadigan bo'lsin deb Kabening atrofiga Kabedan egiz uy solmaydi. Ikkinchisi, Kabeni to'chasi qilib solgandan keyin, undan keyin Makkaliklar bizning uyimiz Kabe'ga o'xshab qolmasin deb uyni yumaloq soladi. Onun uchun arabchada uyni dar, yani biz onu hoyli deb tarjima qilamiz. Dar degan yumaloq degan gap asli. Uyni yumaloq, hoylisini yumaloq solgandan keyin Kabe'ga o'xshab qolmasin deb Kabe'ga hurmat qilib, shuning bilan dar deb atalgan bo'lgan. Mana bu shundaq Mekke xalqi mushrik vaqtida, yani İslamiyatning oldidimi Kabe'ni bunday ulug'laydi. İkinci bu yerden aldığan dersimiz Allah Teala'nın Peygamber Aleyhisselam'ın qo'g'diganligi. Buna Peygamber Aleyhisselam'ın masumligi deymiz. Peygamber Aleyhisselam masum, har xil yomon cho'ng gunohlarni qilishdan qo'g'dilib qolgan. Yuqorida deganimizdek taş to'shib bu mo'risimiyali qanab ketgan chaqda ostindagi belning ostindagi rahni o'ralgan rahni elib qo'yish uchun olgan vaqtida aylanib ketdi. Aylanib ketgandan keyin behushlanib ketgan odam deganning qilgan ishi gunoh olmaydi. Allah Teala onu günahdan saqlab qoldi. Uningdan keyin ikkinchi payg'ambar alayhissalom onda adam bayada avratini ochgan emas. Peygamber Aleyhisselam'ınki masum saqlanib qolganligininki bu darsdan chiqdi. Üçüncü bu darsdan aldığan bizningki ibratimiz Peygamber Aleyhisselam'ınki parasiti, aqlining o'tkirligi, shunchalik qiyin ishlarni oson bir yo'l bilan hal qila oladiganligi. Shu Hajrul Aswadni joyiga qo'yish uchun shuncha qabilalar birlashib bir o'ttir yo'lni topolmay, ittifoqlasholmay, birisi bilan urushib, birisi bilan o'ltiradigan yerga yetgan vaqtida Payg'ambar alayhissalom uni yuqorida deganimizdek nihoyat oson bir shaklda, hamma odamni rozi qiladigan bir shaklda hal qildi. Dördüncü ders bu yerden alıngan Peygamber Aleyhisselam'ın bütün ehli Mekke tarafından kabul kılınganlığı. Peygamber Aleyhisselam biz burunki derslerimizde dedik, peygamber buluştun ilgirimi peygamberdek yaşayan. Şunda aklı ötkürdü, parasatlıktı, ahlakı güzeldi, rastçıldı, işençilikti. Hamma adam Peygamber Aleyhisselam'dan maslahat soraydı. Amaneti olsa Peygamber Aleyhisselam'a amanet koyatdı. Bu amanetki xıyanat qılmaydı deb. Bir narsa sorsa Peygamber Aleyhisselam'dan soraydı. Rast gap qıldıganligini hech qandaq bir adamga bir çaqçaq qilib bo'lsa-mu yolg'on gap qilmaydiganligini bütün Mekke xalqi bilatdi. Peygamber Aleyhisselam'ni Mekke xalqi mushundaq tonigan, mushundaq qabul qilgan. Şuna o taşını hal qilish vaqtida şu darvozadan kim kirsa shuni hokim qilaylik deb turganda Peygamber Aleyhisselam kirganda Peygamber Aleyhisselam'ning kirganligiga shunda xushulab biz uning hukmiga rozi bo'ldik dedi. Qanday hukm chiqarishdan taqa burun nima deb hukm chiqarsin biz uning hukmiga rozi bo'ldik. Muhammad Sadiqul Amin eng yaxshi hukm chiqaradi deb Peygamber Aleyhisselam'ni qabul qilganligini ko'rsatdi. Yani cemiyetke özünü kabul kıldığı Peygamber Aleyhisselam. Beşinci bunun aldığan dersimiz Kabe'nin yeniden bina kılınışı Peygamber Aleyhisselam'ın itibarını aşırdı. Peygamber Aleyhisselam yukarıda dediğimizde özünü Mekke'de kabul kıldığı bütün Mekke halkı Peygamber Aleyhisselam'ı hürmetleydi, kabul kılattı. Lakin bu Hacrul Aswad ki joyiga qo'yish masalasini hal qilgandan keyin Peygamber Aleyhisselam'ın texmi e'tibori ochdi. Texmi Mekke xalqi uning aql parosatining ustunligini, har qanday qiyin ahvolni oson hal qila oladigan qobiliyatining yuqoriligiga texmi qoyil bo'ldi. Texmi Peygamber Aleyhisselam'ni hurmatlayotgan bo'ldi. Peygamber Aleyhisselam'ning e'tibori texmi yuqori saviyaga chiqdi. Altıncı bu vakadan aldığan dersimiz Kabe'ninki kiçikletip bunu Allah Teala'nın bir takdir emdi.
Mekke halkı Kabe'ni yasaşkı pulusu yetmey, halal pul yetmey, onu kiçikletip bir yerden Hicri İsmail deb atalgan bir yerini koyup yasıganlığı Müslümanlar üçün bir rahmet oldu. Hazırgıçı şunda rahmet bulup keleglik. Çünkü hem adam Kabe'nin içine kirenmeydi. Kabe'nin içine kirip namaz okuyanmaydı. Hemmimizden Kabe'ye kirgimiz var. Kabe'nin köygümüz var. O mümkün bulmaydı hem adamga. Ama o teşte kıp kalgan cayga hem adam kiralaydı, namaz okuyalaydı, o ulug' şerefki ega olalaydı. Kabe'ye kirganlik şerefini alalaydı. O hazırgıçı sırtta şunda kılıqlıq hem adam kilalaydı. Bunu Peygamber Aleyhisselam özü körsatken. Hazreti Ayşe anımız mening bu Kabe'ye kirgim bar degan vaqtida İslamiyatdan keyin Peygamber Aleyhisselam Ayşe radhiyallohu anhanın kolunu tutup nimaga akilib Hicri İsmail şu Kabe'nin sırtda qalgan yerga mishami Kabe'nin içinde sizning qavmingiz pulus yetmay meni sırtda qolib qo'ygan mishada o'ltirib namoz o'qisangiz Kabe'nin ichiga kirib namoz o'qiganning savobi bo'ladi. Kabe'ga ichiga kirganning sharafini olasiz deb buni ko'rsatgan. Hazırgacha belki kıyametgacha haramga kelgan musulmonlar asan o Hicri İsmail'da namoz o'qib Kabe'ning ichiga kirgan sharafga, Kabe'ning ichida namoz o'qigan savobga erishalaydi. Allah Taala hammamizni Peygamber Aleyhisselam'ın ki şefaatine nail kılsın. Peygamber Aleyhisselam'a bo'lgan muhabbetimizni aşursun. Bizni Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetida daim kılsın. Ramazan'ını saq salamat tutup yaxshi amal ibodatlar bilan o'tkazishni nasib qilsin. Hammamizning qilgan amal ibodatlarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Qiyomat kuni hammamizni Alloh taolo payg'ambarimizga qo'shni qilsin. Ve ahiru da'vana anelhamdülillahi rabbil alamin.